Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizda mana bu yerda Titan katta yo'llarning reklamasi. Xudo xolasa. Birinchi bu bunkerdan boshlasak, bunkerga 150 kg ko'mir sig'adi. Bir kunda 30 kg, 40 kg, 50 kggacha rasxodi bor. Qish kunlari anaman sog'di 50 kg. Xo'p, bitta to'ldirib qo'yganda 3 kunga yetadi. Xo'p, bu gradusi hozir 69 gradus harorat bor va chiqishi 85 gradusga qo'yib qo'yilgan. To'kimiz 215-220 gradusda turibdi va yonishi 4 minut yonadi, 3 minut ko'mir chiqarib beradi. Bu havoni chiqarishi mana 0 ga qo'ydik. O'sha mana bitta radiator harak o'chdi va ichida yonishi shu holatda yonishi mana ozgina kuchaytirib yuborasiz. Boriga chiqaring. Yonishi. Va endi ustakamiz. Ustaka. Akala sistemamiz gidrosferka deb nomlanadi. 60 kvadrat to'pli pon, 7-8 ta radiator bemalol isityapti, ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Keyin buni aytmayapmiz. 200 kvadratli katta yo'l. Bu Farg'ona viloyat bo'yida tumanda chiqarilyapti. Bu yerda Titan o'zi nomi ham bilinib turibdi. Xudo xolasa nomer 1 katta yo'limiz shu bo'ladi.